O'zgidromet 31-yanvar kuni qanday ob-havo bo'lishini ma'lum qildi. Assalomu alaykum, kanalda yangi bo'lsangiz obuna bo'ling. O'zgidromet 31-yanvar qanday ob-havo kuzatilishini e'lon qildi. Unga ko'ra shanba kuni ayrim hududlarda yomg'ir yog'ishi, tuman tushishi mumkin. Unga ko'ra Qoraqalpog'iston Respublikasi va Xorazm viloyatida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ba'zi joylarda tuman tushishi mumkin. Yo'llarda ba'zi joylarda yaxmalak kuzatiladi. Harorat kechasi va kunduz 0.5 darajalik bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi, tuman tushishi mumkin. Yo'llarda ba'zi joylarda yaxmalak kuzatiladi. Harorat kechasi 2-3 daraja ila kunduzi 6-11 darajalik bo'ladi. Toshkent, Sirdaryo, Jizzax va Samarqand viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi, yo'llarda ba'zi joylarda yaxmalak kuzatiladi. Harorat kechasi 2-3 daraja ila kunduzi 6-11 darajalik bo'ladi. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ba'zi joylarda yomg'ir yog'ishi, tuman tushishi mumkin. Yo'llarda ba'zi joylarda yaxmalak kuzatiladi. Harorat kechasi 0.5 daraja ila kunduzi 8-13 darajalik bo'ladi. Andijon, Namangan va Farg'ona viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Ba'zi joylarda tuman tushishi mumkin. Yo'llarda ba'zi joylarda yaxmalak kuzatiladi. Harorat kechasi 3-2 daraja ila kunduzi 3-8 darajalik bo'ladi. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Tuman tushishi mumkin. Yo'llarda ba'zi joylarda yaxmalak kuzatiladi. Qor ko'chish xavfi bor. Harorat kechasi 4-9 daraja ila kunduzi 2-3 darajalik bo'ladi. O'zgidromet fevral oyi uchun ham prognozni e'lon qilgandi. Oyning dastlabki 5 kunligida nam ob-havo saqlanib turadi. Oy davomida harorat kechalari 2-7 daraja iliqdan 0.5 daraja iliqqacha o'zgarib turadi. Kunduz kunlari esa 5-10 daraja iliqdan 13-18 daraja iliqqacha o'zgarib turadi. Har 10 kunlikda ayrim 2-3 kun davomida yomg'ir va qor yog'ishi ehtimoli saqlanib qoladi.